Ikkinchi qism sun'iy intellekt orqali qandoq pul ishlasa bo'ladi. E, Ya'ni yana bitta yo'li sun'iy intellektni foydali va zo'r ishlatishi. Nano Banana Pro 2K'likni ishlatamiz sizlar bilan Elam Arena'da. Qaranglar, nima qilamiz? Bugun sizlar bilan YouTuberlar, ya'ni YouTube tarmog'ida, ijtimoiy tarmog'ida blogerlik qiladigan blogerlar uchun obложка yasaymiz. Ya'ni populyarniy blogerlar bor. Mr. Beast, там, Dima Maslennikov и qanaqa A4 har xil blogerlar bor. Ularda asosan развлекательный kontent va ular bosib ko'rilish uchun obложкani zo'r qilib yasashadi. Ya'ni obложкani zo'r qilib yasab olinadi и videosiga obложка qilib qo'yishadi. O'sha obложка orqali ularda prosmotr ham ko'proq bo'ladi. Shuning uchun biz sizlar bilan bugun GPT va Nano Banana Pro orqali obложка yasaymiz. Ya'ni GPTga men o'zimni zaprosimni beryapman. Menga prompt yasab ber. Ya'ni zaprosni ham точно qilishimiz kerak. Prompt yasab ber. Obложка kimnikiga o'xshagan bo'lishini yozganman. Mr. Beastga o'xshaganroq, ko'zda oladigan yarki ranglarda. Meni yuzimni ham rasmini beraman. Yuzimning rasmini ustimga kiyim kiydirasan. Kiyimim yarki bo'lishi kerak deganman. Temasini yozganman, ya'ni mavzu, nima mavzuda va tekst bo'lishi kerak. O'sha tekstni yozganman. Bekimachoq katta parkda $10,000 sovrin bilan. Shunaqa bekimachoqli anaqa videoga menga yasab ber dedim. Ya'ni u meni hozir aytgan zaprosim bo'yicha menga prompt yasab berish kerak. Ya'ni точныйlashtirish kerak borgan sari. Men nima degaman, 80% tekst va mavzuga doir narsalarni 20 yoki 30% men ko'riniy. Ya'ni meni yuzim qanaqadir движенияларni aytasizlar, ya'ni harakat bo'lishi kerak. Yoki tekstga ko'rsatib, yoki kulib, yoki mavzuga doir narsalar. Ya'ni mana biz bekimachoq qanaqadir joydan bekinib turish kerak. O'sha bekimachoq tematikasini bildirish kerak. Hozir просто zapros qildim. Endi men buni hali tekshirib ko'rmadim. Men hozir sizlar bilan qilyapman. Hozir qilib ko'ramiz. Mana zapros beryapman. Menga GPT hozir prompt yasab berish kerak. Ya'ni kutamiz. U bizga prompt generatsiya qilib beradi. Prompt generatsiya qilgandan keyin promptni yanada kuchaytirsa va yanada aniqlik kiritsa yaxshiroq chiqadi. No, mayli, men hozir bu yerda ancha aniqlik kiritib berganman. Yuborgan narsamga, zaprosimga, ya'ni u menga yasab beradi. Zo'r qilib hozir o'shani ishlatib ko'ramiz. Xo'p, generatsiya qilyapti bizga promptni. Yozuvlar, xatda nima turishi kerak? Hammasini yozib beryapti. Stil, negativniy, bu balobatlar, xullas. Mana prompt, mana negativniy prompt. Xo'p. Mana xohlasang deydi. Men yana unaqa qilib beraman, adaptatsiya qilib beraman. Midjourneyga yoki anaqaga, DALL-ga. Ikkita uchta variant qilaman deyapti. Без шкафа, скук. Nima yozgan? Skustaymi, xullas. Boshqa joyga bekitib ko'raman deyapti-da. Xohlasanglar mana shuni ham qilib ko'ramiz. Mayli, men hozir buni zapros beraman. Mana kopiya qilib turing. Xo'p, buni zapros qilib beraman. Birinchi promptni ishlatib ko'ramiz. Hop, bizga bergan promptni negativnisini ham kopiya qilib olaman, chunki bitta joy bizda slot yozadigan. Xo'p, Elam Arenaga kiraman. Keyin battle emas, pastiga chatni tanlab olaman. Keyin izobrazheniyani bosib olaman. Izobrazheniyani bosgandan keyin o'zim rasmni tashlayman. Ya'ni videoda meni ham rasm bo'lish kerak deganman. O'sha rasm mendan olish uchun, meni biriga bir o'xshatish uchun rasm beraman. Generatsiyani bosishdan oldin mana buni qaranglar. GPT bo'lish kerak emas. Mana bitta Nano Banana Pro 2K bor. O'shani belgilay olamiz. Zapros beramiz. Xo'p. Buni akkauntsiz 3 marta ishlatsanglar bo'ladi. Generatsiya qilishga akkaunt bilan 5 marta har soat обновиться qilinadi. Har 50 minutda 5 tadan yoki akkauntingiz bo'lmasa 3 tadan generatsiya qilsanglar qilish imkoniyatlari bor. Xullas. Endi GPTga kiraman. GPTga kirib, mana bu yerda zapros beramiz, ya'ni ikkita, uchta variantga. U bizga mana shu variantlarga moslab, ya'ni kust o'zbekchasi o'tlar orasida, ya'ni bekitib turgan, daraxt orqasida bekitib turgan o'sha variantlarni qilib beradi.
mana bu shkafsiz deb yozgan. Mana bu o'sha o'tlar orasida deyapti. O'zingizga keraklisini kopiya qilinadi, ishlatiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Klikabilni odamlar bosib qidirishi uchun deb yozganman. Bosib ko'rish uchun mana Играем в прятки в большом parke. Priz $10,000. Ko'rasizlar. Ko'zni ovatdim. YouTube'da tursa kimdir bosadimi? Bosadi. Kirib ko'radimi? Ko'radi. Ya'ni hozir yana boshqa variantini qilib ko'raman sizlarga. Buni hamma o'zini stilistikasiga moslasa, har bitta bloger o'zini stilistikasiga moslab yasasanglar bo'ladi. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi kustni bekinganini qilib ko'ramiz. Tak. Xo'p, mana kopiya qilib oldim. Endi bu yoqqa qo'yaman. Keyin negativnisini ham kopiya qilib olaman. Ya'ni kopiya qildim. Zaпрос berishdan oldin o'zimni primer beraman. Endi ozgina o'zgartiraman. Park attraksionini qilaman. Tak. Xatolar bor mayli. GPT o'zi to'g'rilaveradi. Men bitta ingliz klaviaturada yozganman-da, men ruscha harflar yo'q, shuning uchun xatoliklar bo'ladi. Xo'p, endidan sal elegantliroq aylanadigan emas, attraksionlari bor parkda bo'lsin dedim. Menga shunga moslab prompt qilib beryapti. Xo'p, mana. Ultra 8K unaqalarni ham qo'shib beribdi. Parkda bekimachoq. Mana ko'rasizlar. Endi nima qilaman? Endi mana bu prompt ishlatib ko'raman. Tak, prompt. Necha variant? Xuddi ham negativni prompt обязательно qo'yishimiz kerak. Xo'p, negativni prompt ham qo'ydim. Endi o'zim rasmim. Endi zaпрос beraman. Bunisini sal elegantliroq park attraksionov qilib beradi bizga. Orqa fonni ya'ni ishlab beradi. Xullas, bu narsani ozgina o'rganish kerak, vaqt kerak. Ya'ni hamma narsani proba qilib ko'rishingiz kerak. Har xil blogerlarning misollarini olib ko'rishingiz kerak. Bu bloger nima ishlatgan, shularni qilib o'rganib olib, YouTuberlarga vaqti bo'lmaydi ko'pincha bunaqa narsalar qilishga. Ular syomka bilan ovora. YouTuberlarga o'zingizlar mana shunaqa obloshkalar yasab, ya'ni mana shunaqa xizmat taklif qilib pulishingizlar bo'ladi. Mana sal premyerliroq qilib berdim. Ujma orqaga park attraksionov. Endi kiyimni ham o'zingizlar o'zgartirasizlar. Men просто oranjiy hudi qilib berganman. Men sal boshqaroq qilgan. Ko'rasizlar, xullas promptga qarab o'zgaradi. Yanada ko'proq o'rganish kerak bu narsani. Yanada hashtaglarni, promptlarni detalliroq bersanglar, o'sha detallarni bu maksimalni aniqroq qilib ishlashga, maksimalni aniqroq, tiniqroq va detallarni ko'paytirib, ya'ni har bitta bosgan harfinglar, har bitta harf tagida nima bo'lishi kerak, fonida nima bo'lsin, orqa fonda nima bo'lsin, orqa fonda nima bo'lyapti, o'shalar hammasini yozib bersanglar, u prompt sizlarga o'sha rasmni maksimalni точный qilib generatsiya qilib beradi. Xullas, video foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiska